1950-yilda tug'ilgan Mishel Laletta 9 yoshdan boshlab har xil bolt va shisha siniqlarni yeb boshlagan. Mishelning ota-onasi uni bunaqa narsalar yeyishdan umuman xabari bo'lmagan. Xabar topgach esa Mishelning onasi qo'rqqandan hatto hushidan ketib qolgan. Mishelning ota-onasi temir va shunga o'xshash narsalarni yeyishni qancha taqiqlamasin, Mishelni bu yo'ldan to'xtata olishmadi. Mishel o'zini 16 yoshda odamlarga pulga har xil tomoshalar ko'rsata boshlagan. Pul uchun u hamma narsani yeyishga tayyor edi. Temir, rezina, shisha siniq va hokazo. Keyinchalik u velosipedni kichik bo'laklarga bo'lib, har kuni 1 kilogrammdan temirni yeb boshladi. Endi u temirni yeyotganda oldin suv ichib turgan bo'lsa, sekin-sekin mashina moyini suv o'rnida icha boshladi. Unga temir yeb mashina moyi ichsa ham hech nima qilmas edi. Wikipedda Mishel hayoti davomida 18 ta velosiped, 15 dona supermarket aravachasi, 7 ta televizor, 2 dona konditsioner, 2 ta kravat va bir necha dona kompyuter va stakanlarni yeb qo'ygani aytiladi. Mishelning oshqozoni hamma odamlarnikiga o'xshamagani uchun ham u temirlarni paqqos tushirardi. Uning oshqozoni oddiy odamning oshqozoniga qaraganda bir necha marta qalin edi. Mishelning yoshi kattarib borgandan so'ng u o'z ismini Ginneslar rekord kitobiga kiritmoqchi bo'ldi va u 2 yil davomida Cessna 150 deb nomlanuvchi samolyotni kichik bo'laklarga bo'lib yeb qo'ydi va Ginneslar rekord kitobiga kiritildi. Mishel Laletta 1959-yildan boshlab toki 1999-yilgacha 9 tonna temirni iste'mol qilgan. Ming afsuski, Mishel Laletta 2007-yil 25-iyun kuni olamdan o'tdi. Uni o'limiga sabab uni bir umr temir yeyishi emas, balki hamma qator ajali to'lgani uchun bu dunyoni tark etgan. Endi Mishel Lalettaning rekordini hech kim yangilay olmasa kerak.